Qarzni uzadigan odam chiqmasa, biz janozani o'qiy olmaymiz. Bunga haqqimiz yo'q. Dadamning qarzlarini men bo'ynimga olaman. Shuchi bekorga aytmayman, uyingni sot, molingni sot, mashinangni sot, romingni sot, polingni sot, kerak bo'lsa ko'chirib, qarzingni ber, qarz bilan o'lib qolma. Aziz birodar, o'lib qolmaylik qarz bilan. Rasululloh alayhissalom sollu alayhi o'zlarining janozasini o'qiylar deb ketib o'rganlar. Ummat uchun shu dars bo'lsin deb Rasululloh uchun turib ketib o'rganlar. Bo'lmasa nima 3 minutlik narsa o'qib qo'ysalar bo'lardi-yu. Lekin ummat ibrat olsin. Birovlarning qarzini olib bermaydigan ummatim ibrat olsin. Keyin mabodo qarz bilan o'lib qolgan, o'sha merosidan otasini qarzini bersa bo'ladigan bo'lib turib, otasini qarzini bermayotgan farzandlar ko'zini ochsin deb Rasululloh alayhisalom shuni qilganlar. Rasulullohning har bir harakatlari qiyomat kunigacha dars, ta'lim. Rasulullohga taqvodormidik? Aniq yo'q.